Nonushta qilmaydiganlar odatda o't qop dimlanishi kasalligiga sabab bo'ladi. O't qopimiz saharda 3 ta, 5 ta, 7 ta oralig'ida faollashgan holatda bo'ladi. Aynan o'sha paytda biz ovqatlanganimizda o't suyuqligimiz muntazam ichakka quyilishiga sabab bo'ladi va o't dimlanmaydi. Biz ko'pincha bu sabablarga ko'ra noto'g'ri ovqatlanamiz, nonushta qilmaymiz, kam suyuqlik ichamiz. Stressda yurganligimiz natijasida o't qopning 12 barmoq ichakka quyiladigan qismida sfinkter qisilib qoladi. Natijada o't qop dimlanishiga sabab bo'ladi. O't qop dimlangandan keyin kelib chiqadigan kasalliklar, ovqatning hazmsizligi, buning natijasida kekirish, jig'ildon qaynash, ichni dam bo'lishi holatlari yuzaga keladi. Bu o'z navbatida o't suyuqligini zahari qonga so'rilishi, bo'g'im kasalliklariga, ko'zni xiralashiga ham hattoki olib borishi mumkin. Yechimi sifatida albatta 3 mahal kamida ovqatdan yarim soat yoki 1 soat oldin qaynagan issiq suv ichishingizni tavsiya qilaman. Ikkinchisi, soat 9 gacha nonushta qilishingiz shart. Uchinchisi, stressni kamaytirishga bag'ishlangan o'zingiz xohlagan hobbi, sport, kitob o'qish, toza havoda sayr qilishingiz aynan sizdagi stressni pasaytiradi va o't qopingizni yo'llarini ochishga yordam beradi. Bizning sahifamizga obuna bo'ling, foydali ma'lumotlarni kuzatib boring.